Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi shohona, nihoyatda chiroyli deyarli 3 qavatli desak ham bo'laveradigan darvozamizni o'z manziliga olib kelib, o'rnatib, ustunovga qilib, xonadonlar egalariga topshirib oldik. Bu darvozamizga ishlatilgan materiallar, razmerlarni qisqacha obzor qilib sizlarga tushuntirib borsak, darvozamizga birinchi o'rinda manzillari qiziqtiriladi. Manzili o'zimizda Namangan viloyati Haqlobod shaharchasiga, Norin tumani deyishadi, Haqlobod shaharchasi deyishadi. Shu joyga olib kelib, o'rnatib, ustunovga qilib berdik. Darvozaga ishlatilgan materiallari past tomoniga 10 ga 5 shiveldir. Bezo'lab Begavodga yangi shivellar ishlatilgan. Yondoqlar kesaklari 10 ga 10 burch profil, buni stenasi qalin, ikki stenada. Tepa tomoni ham 10 ga 10. Bu tomoni ham, yonboshi ham 10 ga 10. Ikkala yonboshi 10 ga 10. Bunga ishlatilgan materiallari oldi 1.8, orqasi 1.5. Ikki qavatlisdan foydalanilgan. Darvozaning ranglari o'sha mokr asfalt bir xilda sepilgan, adlatomda sepilgan, nihoyatda chiroyli. Haligi odam ko'rganda havas qiladigan darajada xudo xolisa chiqqan. Chang'ilarga e'tibor bermaysizlar. Ertaman sahar kelganligining sababiga qish kunida qiroli bosib qo'ygan ekan, chang nima bo'lgan? Bunga e'tibor bermaysizlar. Xudo xolisa bitta attib yuborsizlar, top-toza bo'ladi qoladi. Darvozaning razmerlari 390 eniga 360 bo'yiga bo'lgan. Tepa tomoniga o'sha havo bilan yorug'lik tushtirish uchun element guldan nima qilingan, joy ochib berilgan. Darvoza xudo xolisa hamma yo'g'i joy-joyida. Zamoqlarga kelsak, zamoqlar o'sha stimul zamoqdan o'ziga yarashgan zamoqdan qo'yib berilgan. Ochib yopilishadi, nihoyatda chiroyli. Darvoza xudo xolisa xonadon egalariga yoqtirib oldik. Oldidagi element gullariga, tepa tomondagi smalasiga e'tibor berasizlar. Bu ko'pchilik listdan foydalanishadi. Bizniki haqiqiy smala, bu quyma smala. Buni gulni ham o'ziga yarashgan shu katalogida tanlangan. Chunki Toshkentga qo'ygan darvozamizdan xonadon egalari o'zlari ko'rib, ijtimoiy tarmoq orqali nomerimizni olib, xudo xolasa mana shu o'zi qilib bering deyishadi. Xudo xolasa mana bir xilda qilib chiqarib berdik. Darvoza xudo xolasa egalariga yoqdi. Orqa tomonda egalariga orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Aka keling. Hop, tepa tomon ustagalarimiz firma qilib to'qishyapti ekan. Ustagalar hormanglar. Bezda qilmaymizmi ha? Orqa tomonlari sentr zamon. Hammaga qo'yib keladi. Har xil. O'sha baquvvat sentr zamon. Shanamlarga ko'rib qo'yasizlar. Krala shanada o'sha planka asosida ponni kuyib plankalar qo'yib berilgan. Oradan og'irligi o'ziga yarashgan. Qo'ygan joyingizda darvoza haqiqiy nolga o'lsa, yasalishi nihoyatda tekis bo'lsa, qochish kerak. Darvoza ochilib ketsa, yopilib ketishi mumkin. Zamoqlar o'ziga yarashgan chiroyli chiqdi. Hop, buni darvozamizni alohida kalitga 390 bo'lishiga qaramasdan Nodirbek kattaroq qilib beradigan deganliklar uchun alohida kalitga qilmasdan kalitkasini qanot ichiga qo'yib berilgan. Chunki aqdam alohida perexatli eshigimiz bor ekan, ko'rsatishingiz mumkin. Perexatli eshigimiz ham birga bir chiqqan. Mana shu katta qanot darvozamiz qanday bo'lsa, ichida perexatli eshigimiz ham xuddi shunday. Hamma yo'g'i bir xilda. Buni razmerlari 1.4 sm ga 2.40. Zamogi ham 1 ga 1. Mana shu bilan bir xilda. Rangi ham hamma yo'g'i bir xilda. Bu ham o'sha ikki qavatli variantlar. Bunda ham smala guli bor. Rangi ham bir xil. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Olib borib o'rnatib ustunovga qilib beramiz. Ochib beraymi? Yo'q, tepadagilar o'tib olish kerak, tepadan. Smartga qilyapti-da. Xonadon egalari Ibrohim aka, Bitomdan kiradi. hop, kameraga Nodirbek meni olmay qo'ying deganlar uchun aka kameraning ortidan turib gapirib berasiz deb hozir hop gaplashdik. Ibrohim aka, darvozani endi bir o'zingiz fikringizni bildirib yuborsangiz. Chunki mana ijtimoiy tarmoq orqali nomerimni olgansiz. Sexga borgansiz. Ponni o'sha sexdagi ishlarimizni jarayonlarni ko'rib, ishonch komil qilib turib, keyin menga zakaz bergansiz aka. Bir o'zingiz fikringizni bildirib yuborsangiz, darvoza yoqdimi, qay holatda keldi? Nodirbek kuzatuvchilari rahmat, mana katta sexiga ham borib ko'rdik. Katta sexlari bor ekan. Yaxshi, bizga yoqdi, oilaga yoqtirdik ishini. Xudo xolasa mana o'rnatib xizmatga ketishyapti. Baraka topsin shu bolalar. Rahmat katta.
Aka, ko'zingizga ma'qul keldimi? Ha, xudo xohlasa yaxshi, chiroyli, zo'r. Bir haligi aybi, defekt yo'q. Yo'q. Shu changini e'tiboriga olmasak, aka bitta yuvsangiz top-toza bo'ladi. Chang tegib qolgan. Chunki ertaga o'sha tumanda kelganimiz uchun qirg'il nima bo'lib, chang bo'lib qolibdi aka. O'shanga aka, agar aybi bo'lsa aytsangiz to'g'rilab berilaveradi. O'zimizni qaramog'imizda turadi. Kraskasi, laklari hamma yo'g'i. Ish ko'rsatsa, xudo xolasa, o'zimiz chiroylab ta'minlab beramiz. Aka, Muammo yo'q, rahmat. aka yaxshilab ochib qo'ying, to'ylarda qilib, hojlarga boring. Hurmatli obunachilarimiz, mana Ibrohim akamning xonadonlari o'zlari mana gapirib berdilar. Kimga ma'qul kelsa O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib, ustolovka qilib beraveramiz. Videomiz darvozamiz yoqqan bo'lsa, bir donadan layklaringda, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli shohona fason, haytik fason desalaring, xudo xolasa xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizning mikrofoningiz ahamiyati yo'q. Olaveradi-da. Men qayda bo'lsam ham olaveradi demoqchiman. O'shanga hali gaplashmay turinglar deydim-da. Yo'q. Salom. Ha, ustolar tushdi. Salom alaykum. Yaxshimi, Darvoza? Ishlaring zo'r ama aka. Kelma, gap yo'q. Darvozalaringga ham gap yo'q. Gap yo'q aka. Ishlaring cho'tki. Hamalaringga gap yo'q.